Omadli quyoncha. O'rmonda bir quyoncha yashar edi. Erta bahor kunlarining birida uning rosa qorni ochdi. Qorlar endigina erigan, o'tlar esa hali o'sib ulgurmagan. Unda bunda qor tagidan chiqqan bir o't ko'rinib qolmasa, o'rmon hali bo'm-bo'sh edi. Shunday kunlarning birida quyoncha biror yegulik topish umidida inidan chiqdi. Tashqari sovuq ekan. Quyoncha issiqqina iniga qaytgisi keldi. Lekin ochlik bunga yo'l qo'ymadi. U o'rmon bo'ylab ketdi. Bir joyda yangi chiqqan o'tni ko'rib sevindi va uni yeb oldi. Lekin bu juda kamlik qildi. Quyoncha yana yo'lida davom etdi. Bu orada maydalab yomg'ir yog'a boshladi. Quyoncha yana biror yegulik topishni o'ylab yo'lida davom etib ketaverdi. Yomg'ir kuchaya boshladi. Birozdan keyin sel quya boshladi. Quyoncha yomg'irda ivib sovqota boshladi. Iniga qaytmoqchi bo'lib turganida uni ayiqcha chaqirib qoldi. Yomg'ir tingunicha menikida o'tirib tura qol, dedi ayiqcha. Qanday bo'larkan? Mening hamma joyim